qulbachchalar o'tiribsanlarmi? Gadoy Murat keldi-yu. Okey, kartadan to'landi. 9 metr joyga taksida kelyapsanmi, Jasur? Yana biznes chaqirib olgan. Almas, halaga o'xshab yalang oyoq emasman-ku, piyoda yurgani. Puling yo'q payt avtobus orqasidan yugurib yurasan-ku. Og'zing yopda borib zachka sotib olgin, chota sasyapti. Jakuye. Tamam, buning taqib olgin. Kim bola, Jasur? O'zimga shaxsiy yordam chiqib ishga oldim. Sen Trampni jiyanimsan, o'zing ishchi olasan, o'zing ishchi bo'lsang. Nedagon, ko'p gapirma, hozir ham yordam chiqib ishga olaman. Xo'p deb qo'y, 2 kundan keyin o'zi kelib qoladi, Gadoy Murat. Xo'p bo'ladi. Mana Jasur aka. Masalan, nashatni o'lchayni olgin dedim-ku. Bor, almashtirib kelgin. Mamamni ham zaratga qo'y. Aka qo'yaman. Burnim teshiga qo'ygin. Bor, qattam usam top. Masalan, nima pul to'layapman? Zubachiska. Sen adashib kambag'allikni qisqartirish bo'lim boshlig'i bo'lib ketmaganda. Nima bo'ladi? Aniq-ku nima bo'lishi? Ketdingmi? Ko'zingga qaramsan, mol oyoq kiyim bosib olding. O'zlar bilmay bosib qo'yibmiz. Mayli, buni o'zing kiy. Men bosilgan oyoq kiyim kiymayman. Men butikda yangi oyoq kiyim olib kelgin. 42 razmer. Puli yo'q pay, teshik kalishda yurasan, huddaydi. Hech Jasur? Yo'q, paketingda nima bor? Qo'ylarga qotgandan Berbaqa qornim ochib ketdi. 2 kunga ham yetmabdi, Gadoy Murat. Qo'shib yeyishga nima deng bormi? Shuning uchun qishni g'amini yozda ye, bo'lmasa qishda